Assalomu alaykum mahaldoshlar. O'zimizning mahallada mana bitta jentira chiqdi. 2020-yil. Ular jo'ramni tasmani Erkin Hojiboniki. Mokra asfalt rangda 2020-yil. Probegi 44600 qancha bo'lgan? Salkam 45000 bo'lgan. Yaxshi yo'llar. 44000 qancha bo'lgan? 44685 km turibdi. Yaxshi chiqollar qo'yilgan, yaxshi. Rollar tayyor, pioner montfon qo'yilgan. Magiker 906 pult. Abagrif sidinkalari bor. Shunday hamma joy chiqinlar yaxshi turibdi. Ha, avtomat korobka. Metani bor tayyor. Mersi to'plab qo'yilgan. O'zlaringiz menimcha endi balon ko'rasizlar, savdolasizlar. Kraskasi top-toza. Hech qayerda bir joyda salgina vakuum bor, u xarajat emas, turishga yursa bo'ladi. Xarajat qilingan mashina, tayyor mashina 2020-yil 45000 yurgan. Kim olmoqchi bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, kelib uchratsalar Erkin Hojiboga. Keyin savdolashasizlar, 12000 so'rayapti. Savdosi bor deyapti. Kraskasi toza, zo'r turibdi, haydalmagan mashina, turgan mashina, o'zlaringiz bilasizlar. Qishloq mahallamiz mashina. Sharq kirtammas.